Qadrli ovchi aka-ukalar va shahrimiz mehmonlari, Xudo xolasa 2025-yil 2-noyabr kuni o'tadigan musobaqamizni mana biletlari sotuvga chiqqan akalar. Xudo xolasa bosh sovrin Tiko avtomobilimizdan tashqari 5 ta sadok, 5 ta ov sumkasi, 5 ta balon ushlash to'ri, ya'ni patsak, 5 ta 4,5 metrli qalmoq hamda 5 ta ov stulchalari, kreslashalarimiz mavjud. Akalar, biletlar sotilishni boshlagan. Xudo xolasa mana ko'limizni umumiy ko'rinishi 2 ta ko'ldan iborat. Bu birinchi katta ko'limiz, nariga o'sha teraklardan keyingi ikkinchi ko'limiz Qamishli. Akalar, bemalol onlayn murojaat qilishlaringiz ham mumkin. Biletlar sotuvda. Mana bosh sovrinimiz Tiko avtomobili akalar. Mana nomeri 658. Akalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana telefon raqamimni ko'rsatib o'taman. Mana mashinaning orqasiga telefon raqamimni qo'yganman akalar. Mana shu ikkovida ham Telegram bor. Bexijolat Telegramga ulanib, ismim Ilyosjon. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Mana ko'l. Hozir lokatsiyalar tashlab qo'yaman akalar gruppalarga.